Assalamu alaikum, hürmetli televizyon köyükiler, Erik Televizyon hoş geldinler. Bugünkü siyaset meydanı sohbet programımızda vatan içi ve sırtığı keng tonulgan Uygur siyasetçi inkılapçılarımızdan Abdülkadir Yapcan efendim bilen ötküzgen sohbetimizden ikinci kısmı huzurunuzda buludu, yaktırıp köyeysizler. Assalamu alaikum Abdülkadir efendim. Siz aldığın katımlık ziyaretimizde şu Şarkı Türkistan'ın azatlık hareketinde şu Şarkı Türkistan'daki Kazak, Kırgız, Tatar, Tacik, Katarlıkmış kırındaş milletlerinin yani ittifaklığı bolmasa galibidin ümit kikili bolmaydı o diyeydiniz. Karab baksak hazır kadar vatan halkının haklık davasını kılıvatkan Uygur'dan başka vatandaşlarını inkılap sepimizi görmeye otimiz. Sizce bunun sebebi ne? Bu soğanın toğuluşu tabi. Bugün Şarkı Türkistan halkının müstakillik, azatlık görüşünü bugünle mağkulmak emez biz. Biz bugünden başlap, bu başlanılar uzun oldu. Ama bugün değişim yani bugünden başlakanlığımız emez. Tarihten beri başlanıp zaten devam etiyatı, devam kılavatı. Bunun da siz diyendeki de Kazak, Kırgız, Özbek, Tatar, Tacik, Katarlık kırındaş milletlerinin, bizden kırındaşlarımızdan bu köreşten işi de bombağallığı, bu köreşte biz öyle bir sept tulmağallıqını köyde öğretiniz. Doğru bu neyse. Bu yakınki zamanının mabeyinde boğaş. Tarihten bir onda emas. Tarihte biz köreşni bu öyle ortak kılıp geldik. Bununla tarih güvenmen bu tarih toplulup ettiğimiz ama bunu anlayılan tarihçilerimizden haberi var. Biz kıygan köreşlinin meyle 1911 yılı başlanılan tümür halkının elip bağın, Kumul'da elip bağın körüşüden başlar. 1933 yılı ve 44 yılları kurulgan iki müstakil devlet, İslam Cumhuriyeti, Türkistan Cumhuriyetlerinden ibaret. Bu cumhuriyet kurulgan kadar bu köreşten içinde yer eyledik. Ama ulanın makallaşkan, orullaşkan coğrafiyilik orni, yüklügen fikri, iddiyle şu şağıdaki, psikiksi, ruhi dünyasının köreş karaşları da bizden jirak oğalık için farklılık buluşu tabi. Çünkü Xitay bularga nispeten nəhayət yaxşı muamele qılıbdı. Demek, bugünkü sildek aşı sualını, aşındaq bir sualını peyda qılmaq çıxdı. Yok, Uygurlaşı, yok bu Tacikli zadikahı kemiydi. Kazaklı yok ondaq, Kırgızlıca yok, Özbekliga o, deb bir-birini jirak qılıp, bu davanı yalğız Uygurdan qılıp qoymaq için. Biz, bu benim görüşüm. Yani bizden görüşümüz bunda olmaz. Bu davada Şarkı Türkistan'da, Türkistan diyarında, Türkistan coğrafyasında, Türkistan coğrafyasının içinde yaşayan, tarihten bir yaşayan barlık halklarının, barlık karındaşlarımızın ortak görüşü edip donuyuz. Bu görüşke o halımızın söylep geçirimiz bunu. Söylep çırıldı. Bu mümkün emez. Biz vatanın içinde Kazak, Kırgız, Özbek emez. Vatanın sırtı Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan Katarlıkça bir müç hoşnu devletli var. Biz bunun gibi çok sel karmayız. Biz bu köreşin içine devlet olarak aş oldu mu? Söylep etçirimiz. Bu bugün bizge gözümüzge na jirak görünüdü. Jirak emez o. Bir adamın dostluğu, bir kimning dostluğu mengu var deb qaysi mantiqa, qaysi logikada, qaysi tarixda bor? Bu mumkin emas. Xitoy bilan bugungi Shanxay ittifoqining qurilishi, mustaqil davlatlar birlashmasining bo'lishi qatorliq bu qurilishlarning, bu tashkilotlarning bugun taraqqiy qilayotganligini, bugun bularning munosabatining yaxshi ketib qolganligini nazarga olib, mengu yaxshi yutadi deb qarayolmaysiz. Zaman va makonda birdan tekshir. En tez tegişidigan
narsa odamning iddisi eng tez tegishadi. Maxluqning ishida eng tez jonliqning ishida eng tez o'zgaradigan, tez tegishadigan narsa inson. Shanxay ittifoqi, Mustaqil Davlatlar Birleşmesi qatorliq bu tashkilotlar ya boshqa tashkilotning o manfaat ustiga qurilgan. Bugun buningda bizning manfaatimiz var. Davlatning va xalqimizning manfaati var deb tushundi. Shuning uchun qilyapti. O manfaat chiqmagan kunisi, o manfaatiga tajovuz qilgan chaqning o'zida o manfaat, o ittifoq, o tashkilot, o guruh buziladi. Bu qonuniyat. Endi kelsak, Xitoy azaldan tajovuzchi, azaldan namard, azaldan xiyonatchi, azaldan bevafo bir millat endi. Mayli qozoqqa, mayli qirg'izga, mayli tojikka, mayli o'zbekka, mayli rusqa hech qanday vafo qilmaydi. Dunyodagi hech qanday insonga vafo qilmaydi. Vafo degan narsani uning Xitoyning o'qitadi yo'q. Biz buni ishonamiz. Men buni ishonaman. O yüzdençe bunun dostluğa mengo olmaydı, bu düşmenge aylanıdı. Biz şu fırsat, şu zaman, şu makanda bular bilen mutlak şu Xitoy bilen bo'lgan Türkistan körüşüge şu söylep etçirip bu körüşni beraber kılıp Orta Asya'da mustaqil bir devlet kuramiz biz. İnşallah. Bizning men g'oyam bu. Bu ma'noda aytdim. Bu gapimga men boshdan oyoq ega. Rahmet Abdülkadir efendim bu şu Kızıl Xitay bilen Qara Xitayning yani bu şu Uyg'ur siyosatiga yani burundan qanchalik bir qanday farqlari bo'lgan yani mesela Uyg'ur siyosatiga Kızıl Xitay bilen Qara Xitayning Uyg'urlarga qaratgan siyosatida qanday bir farqlar bor edi. Ama hozirgi mesela Wanglochenne aytishi mesela yana birsini aytishi bu şu yana tarixdan beri shakllanayotgan bir hodisa yani bu shunga o'xshaydigan bir hodisa deb qarash bo'lindi buni. Bunun da ötken hafta menden sual soruldu. Şarkı Türkistan tecavüz kıyığını Xitay. İsim emas. Qarısım emas, kızılım emas. Yeşilim emas, ekim emas. İsim emas. Gomindan emas, Gonsandan emas Xitay. İsim bu şu grupның özünün nişanı, özünün gayı, özünün prensipiga göre koygan isim. Yani adam şu, yani böğrünün, bir yalmavuzның uçsuqa qo'yning terisini atıp turib, isimni o'zgartgan o'xshaydi. Uning tabiati o'zgarmaydi. Bizlarga buni bunda tushunishimiz lazım. Biz tarixdan bir xatolik o'tkazayotgan nuqta dal mishadi. Xitoy bu millatning ne kadar sodda, ne kadar ahmaq, ne kadar oqko'ngil, ne kadar nadan ekanligini bilib bu o'yinni o'ynayapti. Misol 1874'ten beri Xitoy bilan aralığımızdaki kurash rasmiy harbiy holatga kirdi. Ening oldida ta Appak Hoca başlap chiqqandan keyin Aygoldan Qontaja degan kishini shuni bir qo'shinni başlap chiqqandan keyin davomli 100 yilda harbiy holatda kurash qilgan bo'ladi. Endi biz uningdan keyin Yaqub Bek uçaqda uningdan bir nurg'un ishki urushlar, ishki nizolar bo'ldi, ishki xalqlar bo'landi, xalqlar qurildi Sharqiy Turkistonda. Ama o devlet şeklinde tudemdi bir-biri bilen ne qilgan to'sin, kucha xalqqa, Qashqa xalqi yakan xalqqa degan o'xshash xalq bo'lgan bo'lsa, bu şekilde bo'ldi. Ama Yaqub Bek buni birlik keltirib 14 yil turdi. Mushuning bilan birga Yaqub Bek qarshi Xitoy askar tatib Sharqiy Turkistonga hujum qilib keldi. Buning tankilanmagan chaqda, yani ishimizdan buzib İşimizden çok hainlerin seteveli, yani zehir verip şehit kıldık. Hem de hala şu zamandan bir mezgil keştemdi. Ta 1911'e kadar
Xitay u yerdagi o'zining ishg'olligini ojiz shaklda ishg'olini davomlashtirdi. Yani şu çağdaki mevcut hakimiyet karşı Kömür Xalifa başçılığında 1911 yılı bunun korallık hareket oldu. Bu korallık hareketinin nazik kısmı bu. Şu vanın, şu mealdeki bir kızını toy talo koyup, bunun bilen toy kıldığanlık münasebetiyle şunun karşı başlanılan korallık görüş. Hem de bugün toplap eşirkes yapmayı galet getdik. Bu her kandak bir insanın en nazik sezgür terpi nima deganda o'zining qizval vaqisqa, xotin bal vaqisqa bir kimning yomon ko'zi bilan qarashda eng sezgür terpi bu insonning. Endi bu sezgürlikning hammani yo'qotib Endi buni keyin to'xtalamiz. Bu yerda qistirib o'z navbatida qistirib o'tish to'g'ri keldi. Endi Mushu Yaqub Bekning hakimiyetini ag'dirib tashlab, buning Sharqiy Turkiston ismini Shinjonga o'zgartgan Zuzuntan başçılığındaki bu tecavüzçü qo'shin ta 1911 yılga kelgan chog'imizda bu şu chog'dagi şu mevcut şu Zuzuntan başçılığındaki chiqqan hakimiyet şu chog'da bor. Shuningdan keyin ta bu hakimiyetning ojiz zaif holati taraqqiy qilib 11 yilga kelganda buning qarshi qoralliq ko'rish bo'ldi. Shu chaqda xalqimiz nima dedi? Ezgan kishi bu dedi. Shu zulmga qarshi, shu tajovuzga qarshi ko'rish, qoralliq ko'rish qildi. 1933-44 yil bu jarayonda ko'rish oldi. Bu jarayondagi bu bizning ko'rishimiz endi. Bu jarayonda Yangzingshin, Jingshirin, Shinsey o'ttirisidagi ko'rishlar var. Bu yerda me'lan tarixda kelib bo'ladi. Men palani yil, palani yil deb demayman. Bu xalqimizga ayon bir ko'rish. Mushuni bir-birini seni ezgan ma'oti deb o'ttiraylik. Endi kelsa, u enimdan bak zulm qilgan xalqimizga. O Shinsey Jingshirin, Yangzingshin zulm qilgan, men seni ozod qilaman deb. O Sharqiy Turkiston hakimiyetini o enin ikkisini bek zulm qilgan. O zulmini bağınsır eşeddi, qattiq şekilde davamlaştırdı. Yani muşның işi şu muşның üstünün muşa Yangzingshin, Jingshirin, Shinsey'nin üstündeki partiya hükümet şu şekilde Kuomintang hükümetiydi. Şu Kuomintangning yetekçiligida, Kuomintangning qo'llashi asqada şu ivatgan, şuluço qo'llab quvvatlagan bu kuch Sharqiy Turkiston xalqiga qanday zulm qilganligini tarixdan ko'rib olsak bo'ladi. Endiki masala shu adamdi. Endi Gumsandan keladi Kommunistik partiya, Qizil armiya keladi. Deb oldin ala bizning ahmoqlarimiz mushul ozod qiladi. Bizning xalqimiz ozod bo'lgandan keyin biz o'ngda yetib aqlan yeydigan bo'ldik. Ishlamay aqlan yeymiz, qo'yib oqmay paqla yeymiz degan xato tushunib ko'rib, Gumsandan kelgan Qizil armiya keladi ekan deb. O Qizil armiyani xalqimiz o'zi boshlab aytishadi. Kuomintangga qarshi kurashni, shu chaqda Kuomintangga qarshi elib borgan kurashning hammasi mustaqillik kurashdi. Mustaqil davlat qurish kurashi edi. Bu kurashga nimashni davomlashtirib, ashu 50-yil, 49-yilga kelguncha bu kurash davom etdi. Ya'ni necha yil? 50 yil, 40 yil davom qildi bu kurash. Oyga uzilmay. Bu kurashning hammasi mustaqil davlat qurish kurashi edi. Endi buni biz uchun bu kurashning xarakterini tamamen tegishtirib, bu kurashni Kuomintangga qarshi kurashning hammasini uchun Xitoy kommunistlik
hareketining tarkibi qismiga aylantirib, Sharqiy Turkistonni Xitoy coğrafiyasining ichiga muqim qatib, farq nima bo'ldi degan chaqmizda burun o'lkit u. Kompartiya kelib, kompartiya tajovuz qilib, 49-yilda tajovuz qilamiz, 55-yilda bu ismni o'lkani o'zgartib, avtonomiyaga o'zgartib qo'ydi. Bular barliq o'tmishdagi bo'lgan ishlarning hammasi Şinseyning, Jingsho'rinning, Gomindangning jinoyati deb aniq juklab, o'zi buningdan keyin Sharqiy Turkiston xalqining, ya'ni atalmish Şinjan xalqi deb ataydi Xitoy. Xuddi beshin siylaydigan aniqcha bir yordamchi, shafoatchi shaklida o'zini tanishtirdi. Xalqimiz shunda o'xshaydi deb shu pet tushundi. Biz buningdan keyin ham bizdan izlashdi. Ozod bo'ldik deb qabul qildilar. Bugunmi Sharqiy Turkiston xalqi ashinchilar zulmni chekib ozod deyapti. Endi demak bu yerda ozod bo'ldimi? Yo'q, ozod bo'lmadi. O azadlık düşüncesini halkımız bilinmey turatudu. Az ziyalilerimiz mi? Aciz tek bu cihette. Azadlık düşüncesine ait aciz. Yok diyemeyiz. Aciz şekilde. Hem de bunun nispeten muşunda silsile. Arkama arka. Bu birbirinin cinayetini birbirine atıp koyup cinayet işleyeverekler Xitay. Halkımız zulümle çekeverekler. Bu birbirinden ayrılgan diken birbirinden bu beni azat kıldı. Muşu azat kılamadı, azat kıldı. Muşu deyip düşünüp, kabul kılıp gidiverdi halkımız. Ama bu azatlıktan hiç kanda eser yok. Bugün günlük gelgen çağımızda halkımız kaysi halet güçteyse, yüzünün balısına, yüzünün xotunuğa, yüzünün tarih min yıllarının mabeyinde yaşap gelgen yüzünün üyüge, yüz desep turvatkan, taladık gelgen hükümetin devletinde hükümet emez o qarak çok Xitay degan. Zemin devletinin devletinde. Qaysi devletning zemini vakin qo'y. Zemin hükümetning kelsa, qaysi hükümetning zemini vakin dunyoda. Shu yerda yashab kelgan xalqning nemisi var, zemini, shuning zemini. Bugun hamda o xotin balchaqlar egolmagan tashqari o'z dastaydigan zeminga egolanmay, zemin hükümetning buning ustidagi narsalar, qish, yog'och, eski gilam ko'pa, musho sinan zemin bizningki deydi Xitoy. Mushuni ega olmaydigan bu qilib qo'ydi hamda. Qilib hamda 9 o'tgan yil 7-oyning 5-kuni kelgan chog'dagi voqea mana mushuning natijasi hamda. Natijasi mush zulmning natijasida axir xalqimiz o'limni gadanga elab nima bo'lsak bo'ldi deb ishkarda o'zining qizlarini eshar ketib ana zo'ravonlik tajovuz qilayotganligini anglab, uni uvg'onligini o'ltaganligini anglab, buningga shu kommunistik partiyaning qonuni bo'yicha namoyish qilgan xalqni qirg'in qilib o'ttiryapti xalq. Endi bugun mushuk qonning badligi nimaga keldi desak, vaqtni yotgan. Yana shu bir Xitoyni keldi. Ismi nima ekan Xitoyning? Jang deydigan Xitoyni ketdi. Endi bu Xitoyda nima deydi desak, mushini bugundagi vaziyatni tegishtirdi. Deb bizning chet eldagi odamlarimizmi, vatanning ichidagi xalqimizmi uncha umid yo'q. Vatanning chet eldagi qarindoshlarimiz deydiki, birodarlarimiz. Xitoyning Sharqiy Turkiston vaziyatida o'zgarish bo'ladi deydi. Biz ash tarixga asosan o'zgarish bo'lmaydi. Mayli bu qo'yning terisini, kalaning terisini beshiga uchisiga atib olgan bir yiritqichi yo'lbosga o'xshaydi. Bunun hech qandag'ini birdan farqlantirishga bo'lmaydi deb tushunamiz. Tushunjim bu. Shuning uchun xalqimiz bunga aldanmasligi, boshqalarni umid kutmasligi lozim. Buning dalili olarak buni tegishligini bir oydinlashtiramiz. Sharqiy Turkistonda hech qanday o'zgarish, hech qanday yaxshilik, hech qanday xotirjamlik borligini shu biz ko'rmadik. Xalqimizning ko'rgani yo'q.
Kendim Abdülkadir efendim ben sizden bir soru sormak istedim de çünkü o Xitaylar demokratiyaga yüzlense Uygurlar qanchalik faydası bolar demek bunu so'rashdan g'ajitqanmi? Endi qari Xitoy bilan Qizil Xitoy hammasi bir Xitoy bo'ladi dedingiz. Bu demokratik Xitoymi, yana bir Xitoy bo'ladi. Biz buni kichikgina ilova berishga to'g'ri keldi. Endi bu masalada şu dünyadaki dünyada insanlar ko'rayotgan, bilayotgan, yashayotgan demokratiya Xitoyda bo'lib qolsa, foydalanishga bo'ladi. Xitoyda demokratiya yo'l qo'ysa, Sharqiy Turkistonning mustaqillik va ozodlikka mustaqil davlat qurish uchuncha ma'lum foydalanishga bo'ladi. Ammo ishonishga yani demokratiya muşol demokratiya orqali bizning huquqimizni bersa, biz hamma narsani yetib turib yeymiz desak bo'lmaydi. Foydalanib mustaqillik uchun harakat qilishga, zimin hozirlansa, shu mustaqillik va mustaqil davlat qurish uchun harakat qiladigancha muhit bo'lsa, shu muhitdan foydalanib mustaqil davlat qurish uchun harakat uchun foydalanishga bo'ladi. Bo'lmasa uning ahamiyati yo'q. Baribir o'xshash bo'ladi. Abdülkadir efendim siz bugünkü O'rta Osiyo siyosati haqida biraz bir tafsillarga to'xtalib bersangiz, masalan Pokiston Uyg'urlar uchun nima deb bunda bir muhim rol o'ynaydi deymiz. Masalan Qozog'iston, Qirg'izistonlar nima deb bunda bir ko'rik deb Uyg'urlar uchun muhim rol o'ynaydi. Buning strategik yani bir yani nima deb tushunimiz bu haqda biraz bir tafsilroq bir tushuncha bergan bo'lsangiz ham o'sha yerda. Endi Pokistondan boshlaydi bu gapni. Pakistan, Sharqiy Turkiston xalqiga Sharqiy Turkistonning ozodlik ko'rish uchun salbiy rol o'ynab keldi. Buning uchun biz nima deb tushunamiz demoqchi. Shunaqmi? Evet, evet. Pokistonni ko'rgan kishilar biladiki, Pokiston nayt kambag'al, nayt och, nayt yo'qsil bir davlat. Enandan tashqari Pokistonning Hindistondan iborat cho'ng bir raqibi, yani dushmani bor. Bu Hindistondan iborat, bu Pokistonning bu dushmani Xitoyning dushmani. Mushu ma'nodan Xitoy bilan Pokistoncha ayrilmaydigan ishonchli do'st bo'lishni shart qilgan omil bu. Yani omil ikki. Biri bayqıda kambag'allik, yo'qsillik tarafi. İkincisi Hindiston bilan Pokistonning dushmanligi. Hindiston bilan Xitoyning dushmanligi. Bu Xitoy bilan Pokistonni do'stlik qilib bog'lab turayotgan narsa bu. Bunda bo'lganlik uchun Pokiston mush manfaat yo'lida onasini qo'ynida yotgan xotinni balasini qurbon qilib manfaatni olishga intiladi. Mush manfaat ondan bizning uchun mustaqillik ko'rishimizni pardalab, ana dessep turib, ondan o'zining uchun manfaatini qo'lga keltirishga tirishib, mushu nuqtadan ondan bizga uchun e'tiborsiz qarayotgan, bizni dessep berayotgan taraf bu. Bu şimdi Uygur palekile, bu Pakistan ve bu O'rta Osiyodan qanday qilgan vaqtingizda endi bir şu Uygur palekile, şu O'rta Osiyodagi, Pakiston ve O'rta Osiyodagi davlatlardan qanday qilgan vaqtda bir o'zimizga foydali bir hamkorlik munosabat o'rnata olamiz deb qaraysiz buni? Qaysi bir yo'llar bilan mesela? Bununla ba'zan narsalarni deyish jiq bo'ldi. Vaziyat e'tibori bilan hamda bizning xalqimizning bizning bu kurash sahibi deb o'zini men kurashchi Sharqiy Turkiston xalqining bir da'vogar mustaqillik harakatida men salmoq o'rin tutimi da'vat qilning fikri da bir gunguliq bor. Ya'ni fikr tutuq. O'zidan ba'zan narsalarni deyish sal bo'ldi. Ama bir yerde şunda bir narsani deyishimiz zarurki, bu yerdeki rejimning tegishmishi lazım. Rejim almashtirilishi lazım. Mesela bu. Aynı zamanda biz ko'rinishda
Xitayning işğalı astında. Ama bu aynı yani şu zamanın özüde biz neminin mevcut sisteminin çoğu işğalında biz. Bunu tek bizden ziyalelerimiz bunu kabul kılgın olmaydı. Bunu tek düşünmeydik. Ya bizden besvağını Xitay dedi. Daha olsa Xitay'dan besvağın bolsa, daha olsa başkalar, başka adamlar bunun işinde hak, doğru bir gap. Azad mı kıpamısın o? Bizge işinin bağımısın. Bu müstakil devlette müstakil devlet buluş gerek diyen gapim diyorsun. Diyemez. Nimişka? Aynı sistem Xitay'nın sistemisi ve dünyadaki barlıq sistemildi. Cıq farkı yok. Fark var. Az fark var. Enondan taşqarı bu rejimnin hemne vası menfaatinin üstüge kurulgan. Menfaatga ziyan, özünün menfaatiga ziyan yetken narsinin hiç qandağını şu tonamaydı bu rejim. Şunun için bo'layotgan xapılık bu rejimnin qurbanı Şarkı Türkistan xalqi bo'lib ketib bardi ve şunun o'xshash boshqalar ham bo'lib ketib bardi. Abdülkadir efendim, ahırda erik TV'ni görüş eğer imkan doğan vatan ikidik olsun, vatan sırdık olsun, şu karındaşlarımızga bir yüreksizlerimiz bağımlamış yaktıdır. Adırak yüreksiz olursunuz. Şarkı Türkistan xalqiga ben her zaman üzerinde qandaq ümit, qandaq ruh bolsa, şunu bağışlayman. Çünkü Şarkı Türkistan xalqi bugün Xitayning işğalında turib ağır ızdırap, iskence, zulüm, haqoratga uchrayapti. Buni men davomli his qilib turib, davomli his etib turibman. Men shu Şarkı Türkistan'da bo'layotgan narsani anglag'im yo'q. Anglagandan keyin yurakim cho'q azaplanadi. Çünkü biz anlagandan keyin aning qarta inkas qaytaramizsak. Bu en ağır azap kelimdi. Azaplanayotgan narsa bu. Endi bir yer bir narsa var. Xalqimizga bir ruhiy kuch bag'ishlash orqali bu millatning kimligini saqlab turish. Ma millatni mavjud saqlab turish lazım. Xitoy ma millatni yutib yo'qitib o'tmoqchi. Men o'tganda dedim, oshqozni geçirib oldi bu. Xitoyning oshqozini Şarkı Türkistan. Bunu ezmi qilamadı demdi. Bunu ezmi qilib o'timiz deb tirishyotir. Bunun asasi amilleri nerede görülüdü dese, boş qoştulluq ma'arif, tuğut çeklash, Xitayni ishkardan, ko'leydan Xitoy o'tkab Şarkı Türkistanning yezillarga yerlashtirish, qizlarni ishkariga echirgitish qatorliq taraflarda asosiy ifodasini ko'rib turibdi. Millatning yeziqi tegishdi, e'tiqod tegishgandan keyin o millatdan tug'itish. Bugun Şarkı Türkistan xalqini ya Xitoyni sındırıp Xitayning bugungi rejimini, Xitayning bugungi siyosatini, Xitayni xo'shnam, do'stim, birga yashay olayman deb sındırıp yashaydigan bir Uyg'ur yoki bir inson yetishtirish Xitayning maqsadi. Yoki bo'lmasa buni o'z tarafga o'tish. Şarkı Türkistan xalqining tanlashdan iborat bir yo'l var. Ya Xitoy bo'lib Xitoyning hamma narsani qabul qilib, sen Xitoy bo'lib yashab, tirik yashaysan sen bita. Yoki bo'lmasa sen öz kimling, öz islomiy e'tiqoding, öz kimliging, öz musulmon iymoning bilan ana bilan kurash qilib, o'lib vatanni qutuldirsa. Badal to'q. Buningdan boshqa yo'li yo'q. Shuning uchun Şarkı Türkistan xalqi nima qilish lozim degan masalaga kelsak, buni qanday qilish kerak degan chaqnovuzida o'zining kimligini saqlashi va kimlikni nima bilan saqlashi, islom va iymoni bilan saqlashi lozim. Buning imkonlari bor yana. Xitoy bugun Şarkı Türkistan xalqini yo'qotishning birdan-bir asosi islom dinidan chiqarish. İslam dinidan chiqargandan keyin bu millatning shu millat voqalikning sana farqi qolmaydi.
Şunun için millet özünün kimligini saklaşı lazım. Bu saklasak qanday oldu? Saklasanız qanday oldu deseniz ruhi cihetin azat özünüzde özünüz kul qanmagan asasda yaşaysınız. Özünüz kul bolmay yaşaysınız. Rejimge kul bolmagan halat yaşaysınız. Men kimligim mundaq, men kimligim İslam, kimligim iman, kimligim çoğumen Şarkı Türkistanlık, bir Şarkı Türkistanlık Uygur ya Kazak, Kırgız, Tacik dep biz Xitay bilen mengu birleşemeymiz. Xitay bizning mengülük düşmanımız. Bu düşman bilen bizning bir yaşashimiz mumkin emas degan qarashga kelib, mush asosiy kimligini saqlab tursa, nima bo'ladi? Zaman tegishadi. Allah'ın bu milleti qildigan fazli bir ihsani cho'qim yetib keladi. Bugun Xitoyning bu zulmi, bu qilayotgan Sharqiy Turkiston xalqiga elib berayotgan qirg'inchilik, bu zulmlari Sharqiy Turkiston xalqining ozodlik harpisi turayotganligidan darak ko'radi. Biz bunda tushunishimiz lozim. Ama her bir Sharqiy Turkiston xalqi o'zining qalbida imonini yashnasa, imonini yashnatishi va iymon bilan kurash qilishi, iymon bilan dunyodan ketishi lozim. Biz bugun Xitoyga qul bo'lib yashagandan ko'ra, biz iymon bilan o'lib ketganimiz hammadan afzal degan ruhga kelishimiz lozim. Sen Xitoy bo'lib yashagandan ko'ra sening inson bog'ining hechqanday farqi yo'q ya. Hech nima qilmay yeysan, hech nima qilmay qilsan, hech qanday narsadan tortinmasan, uchoq sening insonligingdan hech nimadan eg'izash qilib bo'lmaydi ki. Bu insonlikning qimmati nada? Bu qimmat qarashini Sharqiy Turkiston xalqi tiklishi va buni jonliq harakatga aylantirishi, bu ruh, bu ideyasida o'zining malini va jinini qurbon beradigan avtomatik harbiy alet tuturaladigan sağlam bir mu'minga aylanishi shart. Allohga emanet. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bu kurashning ishida bo'lmaganligi, bu kurashda biz bilan bir sabti turmaganligini ko'rdik. To'g'ri bu narsa. Bu yaqinqi zamonning mobaynida bo'lgan ish. Tarixdan bir unday emas. Tarixda biz kurashni bu bilan o'rtaq qilib keldik. Bununla tarix güvenmen bu tarix toplulup ettiğimiz ama bunu anlayılan tarihçilerimizden xabari var. Biz qilgan kurashning mayli 1911 yili boshlangan Temur xalqining elib borgan, Qumulda elib borgan ko'rishidan boshlab 1933 yili va 44 yillari qurilgan ikki mustaqil davlat İslam Cumhuriyeti, Türkistan Cumhuriyetlerinden ibaret bu cumhuriyet kurulğan kadar bu kurashning ichida yer ayladik. Ama ularning makanlashgan, o'rinlashgan coğrafiyalik o'rni, yutilgan fikri, iddiyalar shaqdaki, psixikasi, ruhiy dunyosining kurash qarashlarida bizdan yiroq bo'lganligi uchun farqli bo'lishi tabiiy. Çünkü Xitoy bularga nisbatan yaxshi muomala qilyapti. Demek, bugünkü sildek aşı sualni, aşındak bir sual. Sebebi nima? Bu sualning tug'ilishi tabii. Bugün Sharqiy Turkiston xalqining mustaqillik, ozodlik ko'rishini bugunlar man qilmoqchi emasmiz. Biz bugundan boshlab bu başlananlar uzun oldu. Ama bugün değişim yani bugünden başlaganlığımız emas. Tarixten beri başlanıp zaten devam ediyordu, devam kılavatdı. Bunun da siz degandek Kazak, Kırgız, Özbek, Tatar, Tacik qatarlıq qarindaş milletlerinin, bizden qarindaşlarımızdan
hörmetlik televizor köykiler, Erik Televizisi hoş geldinler. Bugünkü siyaset meydanı söhbet programımızda vatan içi ve sırtığı keng tonulgan Uygur siyasetçi inkılapçılarımızdan Abdülkadir Yapcan efendi bilen ötküzgen söhbetimizden ikinci kısmı hozurunladı buludu, yaktırıp köyeysizler. Esselamu Aleyküm Abdülkadir efendim. Siz aldığın katımlık ziyaretimizde şu Şarkı Türkistan'ın azatlık hareketinde şu Şarkı Türkistan'daki Kazak, Kırgız, Tatar, Tacik, Katarlıkmış kırımdaş milletlerinin yani ittifaklıkı bolmasa galibidin ümit kikili bolmaydı diyeydiniz. Karap baksak hazır kadar vatan halkının haklık davasını kılıvatkan Uygur'dan başka vatandaşlarını inkılap sepimizi görmeye otimiz. Sizce bunun